ungacha bu yoqda O'g'loyda otasi O'g'loy to'yga atab bir oppoq qo'chqorni boqma qilib saqlab turgan bo'ladi. Oshiq bo'ladi, shu qo'chqorni so'yberishlik nasib qiladi. Hozir chetiga alik qo'chqorni olib o'tib olib, qo'chqorni so'yishdan oldin qo'chqorga qarab aytyaptiki: "Bu hovliga endi men sira qaytib kelmayman. Qo'chqorlarni qiynagan alikalarni sevmayman. O'zim qo'chqor bo'laman. O'zim qo'chqor bo'laman. Qo'chqor go'shtini yemayman. Kechagina yerlarni gursillatib yurarding. Shoxlaringni toshlarga qarsillatib urarding. Bir kunimning qolganin sen qaydan bilarding? Oq qo'chqorim, oq qo'chqor, oldingda gunohim bor." Mana so'zlarni aytib O'g'loyda otasi aytgandek xizmatni bajo keltiribdi. Endi men O'g'loyga yetolmaganimdan keyin qo'shpirimdan kelgan odam bo'ldimki, qanday bosh ko'tarib yurdimki deb turib, men notavon yetarman. Men notavon yetarman. Bu joylardan bosh olib Rossiyaga ketarman. Bu joylardan bosh olib yoksa Yevropaga ketarman. Rossiya motinchdi turib. Qolar bo'lsam dardim bir dunyo. Ketar bo'lsam bir uy ko'chim bor. O'g'loyga uylangan o'zgandagi erkin ot boqarda o'chim bor. Endi aylanib kelguncha Zohjon. Yerda san'atkorlar ko'pmiz. Sen eshitib nazar qiling. Mazza qilyapmiz. Navbat kelib qolganda Sevijonni yana bir